Assalomu alaykum Agrohouse kuzatib borayotgan kuzatuvchilar, hurmatli bizning muxlislarimiz. Siz azizlar bilan bugun xelatlar haqida ozgina gaplashmoqchimiz. Bu mavzumiz ilmiyroq mavzu, lekin biz o'ylaymizki, mazkur mavzu sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, xelat haqida juda ko'p eshitganmiz. Qanchalik bilamiz xelat haqida? Qisqacha qilib aytamiz, albatta mavzumiz davomida bu narsani yoritib boramiz, lekin xelat deganda maxsus metall ion ko'z oldingizga kelsin. Va bu narsa o'sha asosan mikroelementlarda ko'pincha xelatlangan bo'ladi. Mineral, masalan, MPK o'g'itlarini ko'pchilik xarid qilgan. 318 masalan o'g'itini misolida olaylik. Azot 18%, fosfor 18% hamda kaliy 18%, hamda bundan tashqari ularning ichida temir, marganet, rux, mis kabi, molibden kabi mikroelementlar bo'ladi. Va bu elementlarning ichida temir, marganet, sink hamda mis elementi odatda xelatlangan shaklda bo'ladi. Ya'ni bu juda ham yaxshi degani, chunki xelatlangan mikroelementlar o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladi hamda o'simliklarga juda foydali hisoblanadi. Endi monitorga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Bu yerda juda ham foydali ma'lumotlar ko'rsatilgan. Biz nimaga monitorda ko'rsatyapmiz? Sababi albatta biz gapirganda hamma ham bir xil qabul qila olmasligi mumkin. Biz gapirgan ma'lumotlar ko'pligini hisobga olib, buni yozma tarzda ham beryapmiz. Siz buni to'xtatib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni o'qib ham olishingiz mumkin. Birinchi asosiy ma'lumot, xelatlar sizni ekiningizni o'sishini rag'batlantirib beradi. Va lekin bunda sizga qanaqa xelat muhim? Odatda biz mineral o'g'itlarning qopini ustida mana bu yerda ham yozilgan EDTA yoki EDHA, bundan tashqari EDDHA degan yoki HBED, endi men ingliz tilida aytyapman, HBED deb o'zimizda lotin tilida o'qilganda albatta HBED deb o'qiymiz. Mana shu yozuvlarga ko'zimiz tushadi. Bular xelatlovchi agentlar hisoblanadi. Hozir bularning har bittasini sizga tushuntirib beramiz. Mana bu yerda umumiy bitta ma'lumot berilgan, lekin juda ham muhim ma'lumot. Birinchi ma'lumotga qarang. Ingliz tilida albatta yozilgan. Xelatlar, masalan, Fe degani bu kimyoviy temir elementining belgisi hisoblanadi. Temir elementi EDTA degan xelatlovchi xelat bilan boyitilgan bo'lsa, masalan, bu asosan 13% li temirlarda bo'ladi. E'tibor bering. pH, ya'ni doim biz gapiramiz pH ko'rsatkichi haqida. Bu o'sha tuprog'imizni ishqoriyligi, ya'ni pH past bo'lsa, 5 dan past bo'ladigan bo'lsa, bu nordon, ya'ni kislotali tuproq deyiladi. Agar 7 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bu ishqoriy tuproq deyiladi. Agar tuprog'ingizni pH ko'rsatkichi 4 hamda 6 darajada bo'ladigan bo'lsa, barg orqali yoki ochiq dalada tomchilatib sug'orish, ya'ni kapelni orqali qo'llaganingizda temirni EDTA degan formasi juda ham sizga qo'l keladi. Unutmang, barg orqali qo'llaganingizda EDTA degan xelatlovchi agent yaxshi ishlaydi hamda pH ko'rsatkichingiz 4 hamda 6 darajasida bo'lishi kerak. Endi ikkinchi qatorga qarang. EIDHA deyiladi ingliz tilida, o'zbek tilida IDH deb o'qiymiz, ha? Bu xelatlovchi agent ham pH ko'rsatkichi 4 dan 6 gacha bo'lgan bosqichda zo'r ishlaydi. Lekin e'tibor bering, bu yerda faqat application, ya'ni qo'llanilishi barg orqali deb ko'rsatilgan. Tomchilatib sug'orish orqali emas, ildiz atrofiga emas, faqat barg orqali deyilgan. Uchinchi qatorimizga e'tibor bering. FDTPA deyilgan. Bular yangi xelatlovchi agentlar. pH ko'rsatkichi 4 dan 7 gacha bo'lsa, e'tibor bering, tepada 4 dan 6 gacha, endi 4 dan 7 gacha. Hamda fertigation soilless hydroponics degan, ya'ni gidroponikada Yevropada temirni DTPA degan xelatlovchi ko'rinishdan 100% gidroponikada ishlatiladi. Lekin bizning yurtimizga bu xelatlovchi agent hali deyarli kirib kelmagan desak ham bo'ladi. Biz buni o'rniga nima foydalanamiz? Demak, tepaga qarasak bizda ko'pincha EDTA degan temirni xelatlangan shaklidan gidroponikada ko'p qo'llaniladi. Ana endi 4-qatorga kelamiz. FEDDHA deyilgan. Ya'ni bu men bir narsani bu xelatlovchi agentga sal ko'proq to'xtalamiz, chunki bu juda ham muhim. E'tibor bering, pH ko'rsatkichi 4 dan 9 gacha bo'lgan tuproqlar uchun eng idealni xelatlovchi agent hisoblanadi.
ochiq dalada tomchilatib sug'orish orqali yoki tuproqqa berish orqali, soil injection degani to'g'ridan to'g'ri tuproqqa berish orqali ishlatganingizda bu temir idealni ishlaydi. Endi hozir boshda aytdik, O'zbekistonda ikki xil tuproqlar bor. Ya'ni pH ko'rsatkichi 5 dan past kislotalik, sho'r tuproqlar bizda ko'p. U tuproqlarda barg orqali oziqlantirganingizda, masalan, editani qo'llasangiz bo'ladi. Lekin editani barg orqali qo'llaganingizda juda yaxshi natijani olishga sal qiynalishingiz mumkin agar pH darajangiz juda past bo'ladigan bo'lsa. Yoki teskarisi pH darajamiz baland, 7 dan baland. Odatda bizda 80%, oxirgi statistik ma'lumotlar ko'rsatadiki, O'zbekiston tuproqlarida 80% dan baland pH 80% dan baland ko'rsatadi. Ya'ni bu degani ishqoriy tuproqlarimiz juda ham ishqoriy. Unaqa paytda esa demak bizga ko'pincha EDDH degan formadagi xelatlovchi mikroelementlar juda ham muhim ekan. Biz bu yerda temir misolida ko'rsatganmiz. Albatta, masalan, sink ishlatganingizda yoki bo'lmasa marganis ishlatganingizda ham mazkur ma'lumotlarni esingizda saqlab qolishingizni tavsiya qilamiz. Deylik, temir 9 deyapmiz. 9 da ham ishlaydi va 9 dan baland pH da ham ishlaydi. Demak, bizning tuproqlarimizda to'g'ridan to'g'ri temir yetishmovchiligini bartaraf qilish uchun EDDHA degan xelatlovchi agentdan foydalanganimiz ma'qulroq hisoblanadi. Va oxirgisi HBED yoki HBED degan xelatlovchi agent. Uni endi e'tibor bering, 4 dan 12 gacha. Demak, ichimizda muxlislar tushunib yetdi. Eng zo'ri HBED desa bo'ladi. Sababi u 12 gacha bo'lgan pH da ishlaydi. Eng past pH dan eng baland pH gacha ishlaydi, lekin bularning narxi juda qimmat bo'ladi. Shuning uchun ham bizni yurtimizga hali bu kirib kelmagan. Sababi biz dehqonlarimiz albatta maksimum narxi pastroq bo'lgan, hamyonbop bo'lgan xelatlovchi agentlarni xarid qilishyapti. Lekin sekin-sekin qishloq xo'jaligi rivojlanib borayotganligi sababli bu xelatlovchi agentlar ham bizning bozorimizga hali kirib keladi. Endi bu albatta oxirgisi ham tuproqqa to'g'ridan to'g'ri qo'llashingiz mumkin yoki bo'lmasam kapelni, ya'ni tomchilatib sug'orish tizimlari orqali qo'llashingiz mumkin. E'tibor bering, oxirgi EDDH da, HBED da barg orqali qo'llash haqida hech narsa yozilmagan. Bu degani barg orqali qo'llab bo'lmaydi degani emas, qo'llasangiz bo'ladi, lekin maksimal, optimal natijaga erishishingiz uchun mana shu ko'rsatilgan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tuproqqa berganingiz bu juda ham foydali bo'ladi. Agar bargdan bermoqchi bo'lsangiz, mana tepada EDTA degan shakldan foydalanishingiz mumkin. Endi qisqacha hozir aytgan xelatlovchi agentlarimiz haqida qisqa ma'lumot berib ketamiz. Hozir aytdik EDDHA yoki EDDHA degan xelatlovchi agentimiz. Bu hozir aytdik, pH 9 gacha bo'lgan holatda temirimizni cho'kib ketishdan himoya qiladigan xelatlovchi modda hisoblanadi. Ko'pincha bitta narsaga e'tibor beraylik, biz hozir kadrda qo'yib ketamiz. Deylik, temirni 6% ligi bor. 6% li temirda mana shu EDDH degan so'zni uchratasiz. 13% li temirda EDTA degan yozuvni ko'rasiz. Ko'pchilik dehqon o'ylaydiki, bu 13% ku, foizi baland. Buni ishlatsam yaxshiroq. Bu 6% ekan. Buniki kamroq ekan. Buni ishlatganim uncha foydasi bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, bu xato. Sababi bu foiz hech narsani anglatmaydi desam ham bo'ladi. Hozir tushuntirib beraman. Nimaga unday dedim? Chunki 13% li temir bu barg orqali qo'llash uchun ishlab chiqarilgan temir hisoblanadi. 6% li temirda mana bu izomer degan tushuncha bor. Izomer degani o'sha 6% li temirning yonida Yevropada ishlab chiqarilgan temirlarni ichida, qavsning ichiga O deb yozadi-da, O teri O yozib raqam yozilgan bo'ladi. Masalan, biz sotadigan Agrohouse kompaniyasi sotadigan Bazafer Plus degan o'g'it bor. Compo Expert kompaniyasi tomonidan Germaniyada ishlab chiqarilgan. Mazkur o'g'itimizni korobkasining ustida, qadog'ning ustida OOni 5 deb ko'rsatilgan. Bu degani 6% li temir ichida bu yerda orto degan narsa bor, orto para degan tushunchalar borda. Ya'ni agar mana e'tibor bering, orto foizi
orto para yoki para nisbatiga qaraganda qanchalik yuqori bo'lsa, temirning o'simlik uchun mavjudligi yoki foydaliligi shuncha yuqori bo'ladi. Endi o'sha AA degan yozuv ko'rsatilinishi kerak qadog'on ustida. Bazaferda u 5 deb ko'rsatilgan. Demak, yozilgan ma'lumotimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha 6% li temirda AA degan orto ko'rsatkichi qanchalik baland bo'lsa, o'sha temirni super temir desak ham bo'ladi. Sababi u orto qancha baland bo'lsa, o'zi eng balandi dunyoda o'sha Compo Expert tomonidan ishlab chiqarilgan temir 5% ko'rsatilgan. Bu aksariyat temir elementlarida u narsa yo'q ko'rsatilmagan yoki biz uchratganimiz o'sha juda katta gigant kompaniyalarda ham 4.8 deb ko'rsatilgan. Lekin Compo Expert tomonidan ishlab chiqarilgan temirda u 5 deb ko'rsatilgan. Bu degani, agar orto baland bo'ladigan bo'lsa, bizni o'simligimizda deylik temir yetishmovchiligi, o'tkir temir yetishmovchiligi bor. Bizga juda ham zarur. Tuproq orqali o'sha ortosi baland temirni berdik. Darhol temir yetishmovchiligi bartaraf etiladi. Qolgan 1% orto parasi, shu 6% likdan 1% deylik 1% sekin-sekin o'simlikning ehtiyoji, temirga qachon ehtiyoji bo'lsa, o'sha paytda tuproqdan temir elementini bemalol o'simlik ola oladi. Shuning uchun bu foizi baland degani bu yaxshi degani emas, chunki uni o'zini bajaradigan vazifasi bor. EDDH ni o'zini bajaradigan vazifasi bor. Hozirgina aytib o'tdik, hali biz yurtimizga kirib keladi dedik. pH 4 dan 12 gacha bo'lgan ko'rsatkichda ishlaydigan navbatdagi xelat HBED degan xelat. Albatta bu xelat juda kuchli. Ko'rinishi mana bu shaklda bo'ladi. Deylik, juda ham issiq kunlarda, ochiq dalada temir yetishmovchiligi kuzatilinsa, mana shu xelat temir elementidan misol uchun foydalanilsa, issiq havoda ham bu ishlayveradi. Hech qanday foydasiz shaklga o'tib qolmaydi. Mazkur elementni issiq kunda ishlatsangiz, o'simlik uchun foydali shaklda qolaveradi. Va navbatdagi mana EDTA xelati yoki EDTA xelati, bu xelatimiz o'sha temir mikroelementini 6 gacha, pH 6 gacha cho'kib ketishdan himoya qiladigan xelat hisoblanadi. Barqarorlik koeffitsiyenti o'rtacha darajada barg orqali qo'llanganda maksimal natijaga erishiladi. Eng muhim joyi shu. Eslab qoling. EDTA degan xelatlovchi agent barg orqali qo'llanganda yaxshi natija ko'rsatadi. Yangi xelatlovchi agentimiz IDHA bu temir mikroelementini pH 6 gacha bo'lgan holatda cho'kib ketishdan himoya qiladigan xelat hisoblanadi. Albatta atrof muhitga do'stona deb yozganimiz atrof muhit uchun zararsiz. Yevropa standartlari qoidalariga ko'ra to'liq biologik holatda parchalanadigan xelatlovchi agent hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta bu mavzumiz ozgina zerikarliroq ko'rinishi mumkin, lekin ilmiy mavzu bo'lganligi uchun bizga juda ham muhim deb o'yladik. Albatta savolinglar bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Qo'limizdan kelgancha sizga javob beramiz va keyingi ko'rsatuvlarimizda mana shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni berib borishga, foydali ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.